Ushbu apparatimizning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chet elda ancha oldin rivojlanib bo'lgan biznes, bizga ham yetib keldi ushbu biznes. Poytaxtda ham o'zi rivojlanib bo'ldi. Lekin boshqa viloyatlarda ham endi sekin-sekin rivojlanayotgan mana bunaqa buxonka bulochkalarni kesib magazinlarga topshirish biznesi. Agar siz ham shu biznesni qilmoqchi bo'lsangiz, bizada tureyskiy apparatimiz bor. Mana bu ko'rib turganingizdek polavtomat tureyskiy apparat. Ushbu polavtomat mashinamizni qanchalik darajada ishlashini hozir sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek mana doka qilib bo'lganimizni mana shunaqa parre qilib kesib berdi. Xudo xohlasa sufari ham qo'yarasizlar. Videoyimizning eng kulminatsion nuqtasi narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, tureyskiy polavtomat mashinamiz $800 bo'lib, agar budjetli variant kerak deydigan bo'lsangiz, 100% avtomat Xitoyniki $500 ga berib yuboramiz.